Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilar, obunachilar. Yangi yillar muborak bo'lsin. Xudo xolasa yangi yil hammamizga omadli yillardan kelsin. Bugungi video syomkamizni boshladik. Bugungi kunimiz yangi yil yanvar oyining 4-kuni yakshanba. Videolarimiz Boboshbek bozoridan video syomka bo'lyapti. Manzil Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek savdo kompleksi. Yakshanba, chorshanba kunlari bozor bo'ladi. Boboshbek bozorimizda. Xudo xolasa chiroyli video qo'yamiz. Aka YouTube'ga olaytirdim, narxni boshqatdan aytaverasam. 30 ming so'm. Bular narxi 30 ming so'mdan ekan. Bu eko uchovi bir xil ishmi? Ha, Uchovi bir xil ish ekan. Bunisi sal fasonda farqi bor ekan, buningcha fasonda farqi bor ekan. Narxi 30 ming so'mdan, standartda hammasi. Yo'q, 3 ta razmer. Ya, 3 ta 3 yoshgacha. 3 talik razmer ekan, 1 yoshdan 3 yoshgacha. Buni nechta rasvetkasi bor? Hozircha shu 2 ta rasvetkasi bor. 3 ta ekan, oq, yashil, 3 ta. Keyin boshqa ranglar ham chiqadi. Boshqa ranglari ham chiqadi, narxi 30 ming so'mdan ekan. Manachi ishtoncha 10 ming so'm. bu ishtoncha 10 ming so'm ekan. Taxminan 1,5-2 yoshmi? 2 yosh 3 yoshlarga tushadigan ekan. Shapkacha bor ekan. 10 ming so'm ekan. Keyin mana Ishtoncha 10 ming. bu ham ishtoncha ekan. Nima hali kengroq ishtoncha. Buni nimasi fason nimadir deyapti. Hali keng shimlardi. Bunachi vodolaskacha qancha bu? Yo'q, u tipa past. Ha, bu TVPS ekan. Bu ham 10 ming so'm ekan. TVPS ekan bu. Taxminan shu oyliklarga shikilgan. Buchi Vadalaska 25 ming. vodolaska 25 ming. Ular 10 ming. Bular 10 ming so'mdan ekan. Telefon nomeringizni qo'yib qo'yakmi? Nechilik? 99 ming. Telefon nomerlari 99lik 910 87 72 raqamiga aloqaga chiqinglar. Bizda kuryerlik xizmati mavjud, ya'ni yuk yig'ib berish xizmati. O'zbekiston va qo'shni respublikalarga ham yuk yig'ib chiqaramiz. Shu o'tirgan joyingizda bizning YouTube kanallar va boshqa YouTube kanallarni qanday desam bo'lar, boshqa bizga o'xshab video shu bozorlarda video Telegram kanallariga joylab boradigan YouTube, Telegram kanallardan bizga rasmlar tashlasalar, o'shalar yig'ib o'z viloyatlar, shaharlarga chiqarib beramiz. Shu yo uyingizda turgan joyingizda yoki o'sha bir taksilar boradigan joygacha yukingiz yetib boradi, pochta ofislarigacha boradi. O'sha yerdan olib turib nima qilasizlar, xizmatimiz pullik albatta. Keyin o'zimizning Telegram kanal bor. Telegram kanalda har bitta ishlarning narxi, razmerlarigacha qo'yib boramiz. Telefon nomerlarimiz 33lik 309 4187. Mana shunda Telegram bor. Shu Telegramga kirsalaring, Telegram kanalimizda silkasi bor. Shundan bir kanalga o'tsalaring bo'ladi. Keyin shu 4187 ni 93 94liklari ham bor. Bemalol aloqaga chiqinglar. Biz bilan hamkorlikda ishlanglar. Xullas, kelib ketish yo'lkaralangni shu bizga berasizlar. Xullas, shunaqa gaplar. Bizning nomerlarga aloqaga chiqsang, batafsil tushuntiramiz. Aka, bu sizdanmi? Qancha berasiz? Buni narxi 36 ming so'm ekan. Razmeri qanaqa? Razmer ekan. Ikkitalik razmer. 4 yosh, 6 yosh. 4 yosh, 6 yosh ekan. Buni toshlilarchi? Bu shudan ekan. Faqat qizlarga shundan ishlab chiqarilgan ekan. Bu qizlarga ishlab chiqarilgan ekan. Oldi toshli. Xuddi shu razmer ekan. Narxi-chi? Bu ham shunaqa ekan. Narxi ham qancha? 36 ming so'm ekan buni ham narxi. Xullas, ochishasini aytganda bu qishkilar sezoni sekin-sekin tugayapti. Hali nima qishkilar bor, lekin asta-asta hali qolganlar sotib turib, bahorgilarga o'tilyapti hozir. Nomeringizni aytib keting, nechilik? 88. Telefon nomerlari 88lik 628 70 58 raqamiga aloqaga chiqinglar. Buni mana toshlar bog'da qizillari, tushlari, qizillari, rasvetkalar sirab ekan. Savdolaring bo'lsin, charchamanglar. Akamizni ishlarini hozir Telegram kanaliga rasmga olib ketdik. Aka, YouTube'ga video olayotganim nech puldan edi? 22. Bular narxi 22 ming so'm. Rasvetkalari bor ekan. Standart razmer, taxminan 3 yoshlarga tushadigan. Ana shu manikillaringizni ag'dan olaman endi. Shuni ko'rsatib beraman. Bu sharpasmi? Ha, mana uni.
Aha. Ona mamaqdan bor ekan. Bu qancha edi? 16 mingmi? Million bular. 16. Villur narxi 16 ming so'm ekan. Rasvetkalari. Bu ham standart razmer. 1,5 1 yosh, 1,5 yoshlarga tushadigan. Bu quyoncha olmay qo'yaveraymi? Ha, undan tugab. Ha, bu quyonchadan tugab qoldi deyishyapti. Sizga addendan nomeringizni qo'yakmi? O'zizga. Ha, bo'ldi, nomer chatbas. Agar mabodo shu ishdan zakasi tushsa, bizga aloqaga chiqinglar, kimga kerak bo'lsa. Bular qanchadan aldi ular? Bular 32 ming. Bular 32 ming so'm ekan. Bular ham standart razmer, bir 3 yosh, 4 yoshlar adashmasam, narxi 32 ming so'm ekan. Bundan bu ishdan tugab qoldi deyishdi, bu ishdan chiqarmaymiz deyishdi. Egasi yuqoricha, xuddi shu razmer, xuddi shu fason, faqat yuqorog'i deyishdi. Narxi hali aniq emas ekan. Bundan tugabdi. Xullas bu akani o'zi yo'q, lekin endi Telegram kanaliga rasmga olib ketganmiz. Mabodo zakaz bo'lsa, bizga aloqaga chiqinglar. Charchamang aka. Военный kiyimlar. Hormanglar, YouTube'ga video olayotgandim. Bular qanchadan? Bular 8 ming so'm. Bular 8 ming so'm ekan. Necha yoshlar? Birinchi, ikkinchi sinfga tushadi. Birinchi, ikkinchi sinflarga tushadi. Villur. Narxi 8 ming so'm ekan. Bu ko'ylak 10 ming so'mmidi? Ha, 10 ming so'm. Bu ko'ylak 10 ming so'm, rasvetkalari bor. Birinchi sinflarga tushar ekan. Keyin yana bittasi bor, 3 ming so'mlik ishtonchilar bor ekan. 3 ming so'm bular. Bular bu 2 ishtonchilar yoshgacha tushadi. 3 ming so'm ekan, 2 yoshga tushadigan ishtonchilar ekan. Ko'pasa yana ham tushasa bir narxini, qop olsa, qop bersalar yana ham tushar ekan, narxi 3 ming so'mdan ekan. Ular ham shu 10 ming so'mlikmi? Qaysi 5 ming? Buni ya? Uy, mana 5 ming so'm ekan. Bir qoshiq nosvoyda puli yo'q. Mana shu ko'ylakcha narxi 5 ming so'm ekan. Ana rasvetkalari. Telefon nomerlarini qo'yib qo'yakmi YouTube'ga? Shart basmi? Telefon nomer shart bas deyapti. Agar realniy zakaz bo'lsa, bizga aloqaga chiqsalar, o'zimiz topib, nima deydi, uchrashtirib qo'yamiz. Agar haqiqatan ham oladiganlar bo'lsa, nimaga opalar nomer shart bas deyapti. Nomerlarimiz 33lik 309 41 87, keyin shuni 93 94liklari bor. Hormang, videoga olavering sizniki? 35 ming. Narxini 35 ming so'm deyishyapti. Razmeri qanaqa chiqadi? 5-6 yoshga ikkita razmer. 5-6 yosh ikkitalik razmer, narxi 35 ming so'm ekan. Keyin hozir военный sezon kelar. Bu hammasi bitta rasvetka ekan. Ikkita rangi bor. Ikkitalik rangi bor ekan. Shu pashti bir xilmi? Shunaqa? Pashti bir xil ekan, shu ikkita rangi. Ha, ikki rang o'xshash. O'xshash ekan, ikkitalik razmer. Ha, u pastda mana qizili bor ekan, sal. Bardovi sifatrog'i bor ekan. Ochrog'i mana. Ha, keyin bu ochrog'i, keyin to'qrog'i. Sarkam uchtaroq ekan. Keyin hozir военныйlardan endi sezon boshlandi. 14-yanvar, xudo xolasa 14-yanvarmidi? 14-yanvar harbiylar kuni военный boshlardi, sezoni bo'ladi. Bular qanchadan? Bular ham 35 ming. Bular narxi ham 35 ming so'm ekan, pachkaga. Razmeri 5-6 yosh bilan. 5-6 yosh ekan razmeri. 5-6 yosh. Bog'cha yoshda shu bog'cha yoshdagi katta bog'cha yoshdagilarga ekan. Bular nachosmichi? Nachos. Ichi nachos ekan. Telefon nomeringiz? Telefon nomer egalari yo'q edi hozir. Uni ham? Siz qaysi? Ha, bular egalari yo'q ekan, narxini aytdi ekanmiz. Uni egasi bular ekan. Bular qanchadan? Bular 24 ming so'm ekan. Razmeri qanaqa? Bular 3 yosh 4 yoshga. 3 yosh 4 yosh ekan. 3 yosh 4 yosh ikkitalik a? Ikkitalik 3 yosh 4 yosh ekan, narxi 24 ming so'm ekan. Bu nima ya, nachosa? Nachos. Nachos ekan, ichi qalindan. Telefon nomer qo'yakmi? Telefon nomer tugalida. Telefon nomerni pashta mana shu aytganimiz hozir qish sezon tugayapti-da, hamma hozir bahor sezon o'tyapti. Ha, sezon almashuvda yukimiz shu ozgina qolgan deyapti, o'shaning uchun nomer qo'ymay qo'yavering deyishyapti. Agar shu Brek bozorda oladiganlar bo'lsa, shu eplab olsa bo'ladi. O'shaning uchun ko'pchilik nomerni aytgisi kelmayapti, nimagaki sezon almashuvi yuqaga o'tilish arafasida. Agar
keyingi bozorlarga agar zakaz bersalar beraveramiz. Mayli, charchamanglar. Bir akamizdan mana bunday ishlardan bor ekan, toshli, toshsiz. Bu qizlarga toshli, o'g'il bolalarga o'yinchoq игрушкаcha qo'yilgani. Qizlarga rangi yo'q. Narxi nech pul ekan? 45 ming so'mdan ekan, 6-8 yosh ekan razmeri, ikkitalik a? 6-8 yosh ekan razmeri, pachkada ikkitadan 6-8 yosh, narxi 45 ming so'mdan ekan. Rasvetkalar. Telefon nomeringizni qo'yaylikmi? Nechilik? Telefon nomerlar 90lik, 91lik, 145, 79, 30 raqamiga aloqaga chiqinglar. Qo'shimcha ma'lumotlarni egasidan bemalol ko'rasizlar. Bular qanchadan? 6000 7000 ikkita razmer. Bular 6000 7000 so'm ekan, ikkitalik razmer. Necha yosh? 2 yosh 4 yosh. 2 yosh 4 yosh ekan, 6000 7000 so'm ekan. Bunga ham siz nomeringizni? U ishga ham shu ekan nomeriga aloqaga chiqib qo'yasizlar. Shu ikkala sotuvchi bitta ekan. 5 ta obunachi bor. Obunachi kam, lekin butun dunyo ko'radi-yu. Ha? Obunachilar kam, lekin qancha berasiz? 16000. Punta materiali. Bunular? Mana shu punta materiallar 16000 so'm ekan, oxirigacha? Oxirigacha 16000 so'm ekan. Razmeri qanaqa chiqadi? 2 yoshdan 2-sinfdan 5-sinfgacha. 2-sinfdan 5-sinfgacha 3 talik, ha? 3 talik. Ular velvet Velvetlar 25000. 25 ming so'm. Bu ham 2-sinfdan 5-sinfgacha. 2-sinfdan 5-sinfgacha ekan. Uchalari bor mana. Uchalari bor, bir Rasvetkalari tomnisini, seri, qora, rasvetkalar, 3 ta rasvetkalar bor ekan. Buchi kashmir 18. Kashmir 18 ming so'm ekan. Mana kashmir qalin material, eng qalin material kashmir o'zi hozir bozor bo'yicha adashmasam. Manasi bor 12000. Bular 12 ming so'm ekan. Kichkinaroq bo'ldi. 1-sinfgacha. 1-sinfgacha ekan, narxi 12 ming so'm ekan. Bular ham shundan, ha? Nomeringizni qo'yib ketaylikmi? Telefon nomerlar 97lik 965 88 86 raqamiga aloqaga chiqinglar. Charchamanglar, savdolaring bersin. Bozorlar ozgina yengil, hamma sekin shaharga ketyapti, xudo xolasa. Ishtonchalar qanchadan? Ishtonchalar 5 ming so'm ekan. Bu yildan yilga narx tushyaptimi deyman? Ishtonchalar 5 ming so'm ekan. Necha yosh? Bir 2 yoshlarmi? 3 yosh. 3 yoshlar bor ekan. Ishtonchalar narxi 5 ming so'm ekan. Nachos. Buchi? 9 ming so'm ekan. Monolarmi? Uni qizcha? Qizcha ham 9 ming so'm ekan. Bu ham taxminan bir 3 yoshlar bor ekan. Nomeringizni aytaylikmi? Nomer qo'yaylikmi YouTube'ga? Yo'q. Bir shart bas ekan. Bular qancha yo'llar? 15 ming. Yo'llar 15 ming so'm. Ishtonchachi? 7 ming. Ishtoncha 7 ming so'm ekan, kashmir ekan. Opani ham men uchun nomer qo'ymasa kerak ekan. Bu a'lolarda nimasi tagi yo'q deyishyapti. Assalomu alaykum, video bo'lyapti. Qanchadan? Bu 28 mingdan nima qilyapti? 28 ming so'm ekan, yo'lni narxi. Rasvetkalari bir ko'ryapsizlar, bir 10 xilmikan, xullas ko'p ekan rasvetkalar. 6-8 yosh. Bumi 6-8 yosh? Hammasi. 6-8 yosh ekan, ikkitami razmer? 4-6-8. Ha, 4-6-8 yosh ekan, 3 talik ekan pachkada razmer, 4-6-8 yosh ekan. Bu qancha? Bu ham bir xil. Ha, bu ham narxi bir xil ekan. Bular qanchadan? Bular 18 ming. 18 ming so'm ekan bular. Manikinga ilinganmi? Bu ham shular razmerda. Ha, bir xil. 4-6-8 yosh. Nomeringizni qo'yib ketaylikmi? Telefon nomerlar 90lik nechi? 861 77 76 raqamiga aloqaga chiqinglar. Bularchi?
Bilyumi buni? Ya o'shalardan. Bunlardan. Buni qancha? Egasi ketgan. Egasi yo'q ekan bu. Gaplar. Nima bo'ldi? Nech pul lan? Yuking ham Billylar 19,000 so'mdan ekan. Gamashchalar. yuking ham shundan keyin bo'ldi. Bir ikki marta olib borib ko'rdim. Razmer. 19 ming. 3 yoshdan 8 yosh 3 ta razmer. 19 ming. Nechidan necha yoshgacha? 3 yosh 8 yosh. Ha, 3 yoshdan 8 yoshgacha 3 talik razmer. 3 talik. Nomer qo'yakmi? 91lik Telefon nomerlari 91lik 651 00 77. 651 00 77. 77 raqamiga aloqa chiqinglar. Zo'r suhbatlar berib qo'yaman. Qancha berasiz buni? 23 qilib beryapti. Boshqacharoq belgisi yo'qmi? Yana bir Shundan Trikollar. ulardan Kimdan bular? Shular ham oxirlari qoldi. Narxini aytvorasizmi? YouTube'ga turadi. 15 ming. 15 ming, 18 ming, Bundan kerak emas. 25 ming Kashmir, Velvetlar 30 ming. Velvetlar 30 ming so'm ekan. Razmerlarichi? 48 dan 52 gacha. 48 dan 52 gacha ekan. Buni olaveraymi videoga? Aka, olaveringni nomer qo'ymaymiz. Bo'ldi gap yo'q. Ammo zo'r ish chiqdi-ya, yamanchilar chiqdi. Nech pul? 24. Narxi 24 ming so'm ekan, nomerni aytmaymiz deyishyapti. Agar realni oladiganlar bo'lsa, bizga aloqaga chiqinglar. Egasini topib beramiz, nomerlarni olib beramiz. Narxi 24 ming so'm. Razmerichi? Standart aka. Standart bir 6 yoshlar bormi? 5, 3-4 yosh. 3-4 yosh ekan. Razmer 3-4 yosh. O'ta chiroyli ish chiqdi. Mana hammasi ekan yig'ishtirinyapti. Sababi Qo'qon bozoriga ketyapti. Adyolchi bor edi. O'shani video qo'ymasam ketib qoldi adyolchi.